elektromobillarning batareyasini umrini yeydigan narsa bistri zaryadka hisoblanadi. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun biz Shohruh akaning BYD Seoul 6 gibrid elektromobilining magnit maydon ko'rsatkichlarini tekshirib chiqdik. Ushbu elektromobilimizning eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi uning monitor ko'rsatkichida, ya'ni 3 mGauss ko'rsatkich berdi. Bu ko'rsatkich ancha past ko'rsatkichni qayd etadi. Elektromobil ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi. BYD Seoul 6 gibrid elektromobilini haydovchisi sifatida siz bizning Planeta Zich kanali tomoshabinlariga qulayliklari va kamchiliklari haqida qisqacha ma'lumot aytib o'tsangiz. Bu elektromobilda kamchilik topmadim hali. Bundan oldin birinchi elektromobilim Y2 bo'lgan. Demak, Y2 maydaroq, bundan qaraganda. Y2da bitta kamchiligi bor, faqat zaryadkalarda gibrid emas. Masalan, dalni uzoq yo'lda to'g'ri kelmaydi. Shahar ichida zo'r. Bunda bo'lsa, gibrid bo'lgani hisobiga Toshkent, masalan, biron joyga borishga qulayroq, benzin bilan ketaverasiz. Hozircha kamchilik topmadim. Miyaqqa yuradi, yurishlari zo'r, shustri. Tushunarli. Yaqinda olganga o'xshayapsiz elektromobilni. Bu hali yangi aka. Uni sotib eskisini, yangisini oldim. Ofitsial dilerdan olganman. Yaqinda Surxondaryoda elektromobillar mavzusiga oid shov-shuv ko'tarildi. Ya'ni Surxondaryo viloyatida Leap Motors C11 yonib ketdi. Uni yonishiga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Yonishidan xabarim bor aka. Qiziqib ko'rdim. Endi u yerda Toshkentda bilasiz, ekspertlar ko'p, batareyka bo'yicha. Ularni ham kuzatib yuraman. Ularning fikri bo'yicha endi bilasiz, batareyka anod bilan katoddan iborat. Endi u to'g'ri balansirovka bo'lmaganda, u nimasi remont bo'lganda, u batareykasi remont bo'lgan, to'g'ri balansirovka bo'lmagan hisobiga u katta tok kuchda anod bilan katod birlashib yonib ketgan. Biz esa hurmatli tomoshabinlarga shuni ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchimizki, iloji boricha elektromobillaringizni bistri zaryadkada emas, uy sharoitida 220-240 kilovat elektr energiyasida zaryadlashni tavsiya qilgan bo'lardik. Chunki xuddi elektromobillarning batareyasini umrini yeydigan narsa bistri zaryadka hisoblanadi. Siz har kuni bistri zaryadkaga qo'yishingiz oqibatida elektromobilni batareyasidagi kamchiliklari, issiqlik ta'sir etganligi, bistri zaryadkada bilamiz, issiqlik ta'siri katta bo'lganligi uchun batareyaga issiqlik katta miqdorda ta'sir qiladi. Uni natijasida batareyani disbalansi, buzilish holatlariga olib keladi. Albatta. O'rtadagi to'si bor, anod bilan katod ajratadigan, o'sha yorilish hisobiga yonib ketish ehtimoli bor. Bitta narsa qo'shimcha qilaman. Endi ofitsial dilerdan olsanglar, masalan, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi salon bo'lishidan, ularda 8 yillik garantiyasi bor. Endi bu reklama emas, birontalarni aytmayman. Prosta ularda faqat remont yo'q. Bemalol, masalan, yo'nqisi 80% dan tushib ketadigan bo'lsa yoki shunaqa biron xil buziladigan bo'lsa, ular shunday zamina qilib beradi tekinga 8 yil ichida. Tushunarli. Planeta Zich kanalining tomoshabinlariga ham iloji boricha elektromobil xarid qilayotgan bo'lsangiz, rasmiy dilerdan olishni tavsiya etgan bo'lar edik.